Bugungi kunda bizni ustimizda turgan ne'matlar bor. U ne'matlarni ne'mat ekanligini fahmlay oladigan darajada Alloh taolo bizlarga fahm, zakovat va yaxshiliklarni Robbim nasib qilsin. Bugun kasal bo'lyapmiz. Havo sovuq. Kasallik ham birodar bir ne'matda. Firavunning umr davomida bir marta ham boshi og'rimagan, hatto kasal bo'lish u yoqda tursin. Bugun qanaqangidir bizlarga kasallik bo'ladimi? Molimizga talofot bo'ladimi? Ota-onamiz kasal bo'ladimi? Farzandimiz kasal bo'ladimi? Mashinamiz, ishxonamiz, tijoratimizga bir zarar yetadimi? Musibat u, birodar. Har kimga ham bo'lmaydi bu. Alloh yaxshi ko'rganlarga bo'ladi. Bir ayol eri bilan necha yillar yashaganida eridan o'zining ruxsatini, javobini so'ragan ekan. Meni talog'imni bering. Shunda eri mendan bir yomonlik ko'rdingmi? Yo'q, siz yomonlik ko'rmadim sizdan. Qo'l ko'tarmagansiz. Siz juda muloyimsiz, juda yaxshi odamsiz. Lekin meni javobimni bering. Deganda bir o'ylab ko'ray, keyinroq seni javobingni beraman deb o'rnidan shunday turgan ekan, oyog'i stoldan qayrilib Alloh deb yerga yiqilgan ekan. Shunda nima bo'ldi deganda bilmadim, oyog'im sindimi, endi lat yedimi, nimadir bo'ldi deganda darrov ayol kelib, "Xo'jayin, meni kechiring. Men hozir sizga aytgan gapimni qaytarib oldim. Siz bilan men ajrashmayman" dedi. Og'riq qolgandan keyin sizga nima bo'ldi? Nimaga bu gaplarni aytyapsiz deganda, shuncha yil sinadim. Bir kasallik, bir ofat bo'lgani yo'q sizda. Tijoratingiz yaxshi. Kundan kunga gullaydi. Farzandlarimiz ko'p. Hayotingiz juda go'zal, juda shirin, juda yaxshi. Sizda biror bir musibat yo'q. Men qo'rqdimki, siz Firavunlarning toifasidan emasmi? Ya'ni Allohning g'azabiga duchor bo'ladigan toifalardan emasmisiz deb shundan qo'rqdim. Va shu gapni aytdimda siz o'rningizdan turib, oyog'ingiz qayrilib yiqilayotgan vaqtingizda nima dedingiz? Alloh dedingiz. Birodar, bir narsa bor. Endi e'tibor bering shu joyiga. Oyog'imiz qayrilib dardni sezganimizda Alloh deymiz-ku. Bizni mana shu Alloh deyishimizni Alloh sog'ingan. Shuning uchun bugun qanaqangidir musibatlar boshimizda turgan bo'lsa, "Ya Robbiy, mana shu musibatlar bo'ldi meni boshimga. Shunga sen yordam ber. Rizqimni keng qil, kasalmanga shifo ber" deb bizni duo qilishligimizni Alloh sog'ingan. Alloh shuni xohlayapti. Bizni duo qilishligimiz, bizni o'ziga qaytishligimiz uchun Alloh bizlarni ustimizga sinovlar bergan. Shuning uchun birodar, bugun ustimizda qanaqangidir sinovlar turgan bo'lsa, birodar xursand bo'ling. Birodar xursand bo'ling. Alloh taolo biz sizga buni yaxshilik evaziga berdi. Alloh taolo biz sizga buni ne'mat o'laroq berdi. Alloh taolo har bir boshida kimnidir boshida qanaqangidir musibat turgan bo'lsa, Alloh taolo unga bir yaxshilik beradi. Alloh taolo Qur'onni Karimda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga "Fa inna ma'al usri yusra" degan oyatni bir necha marta Alloh zikr qildi. Ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, har bir qiyinchilikdan keyin albatta yaxshilik bor dedi Alloh. Bugun qanaqangidir qiyinchilikda turgan bo'lsak, demak albatta undan keyin yengillik bor. Undan keyin osonlik bor. Alloh taolo albatta dedi. Xo'p, musibat cho'zilyapti endi bugun. Kasallik davri ham cho'zilyapti. Bizda tijoratimiz bir oy emas, yillar davomida endi bo'lmayapti. Musibat qancha katta bo'laversa, undagi yutuq ham shuncha katta bo'ladi. Pul qancha ko'p bo'lsa, bozordan shuncha ko'p narsa sotib olinadi. Shuning uchun musibat qancha uzoq cho'zilayotgan bo'lsa, bizda oldinda katta ulkan yutuqlar bor. Shuning uchun sabr qilib, ibodatda bardavom bo'lib, Alloh taolodan fazl so'rab,
Alloh taoloni o'zi biz u sizga yaxshilik bermog'ini Robbim nasib qilsin inshaalloh. Alloh taoloni o'zi bizlarga halolni o'zi kifoyachi bo'lmog'ini, haloldan bahramand bo'lmog'imizni Robbim nasib qilsin inshaalloh. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duo qilardilar. Bu qanday duo? Bu shunday duoki, qarzdorlarning qarzini yengil qiladigan, luqmalarni haloldan bo'lishligini taqdir qiladigan va inshaalloh insonni haromdan halolga o'tishligi, haromni emas halolni tanlashligiga dalolat qiladigan duoni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarga o'rgatdilar. U duo qanday? Allohumma kfini bi halalika an haromik waghnini bi fadlika amman siwak. Ma'nosi, ya Robbiy, meni haloling bilan kifoyalanadigan odamlardan qilgin. Ya'ni halol bizlarni kifoyalantiradi. Halol bizlarni to'ydirmasa inson tabiiyki haromga yopishadi. Halolmi, harommi yamlamay yutadigan bo'ladi. Demak, Rasulullohning duolarini qiling. Meni halol to'ydiradiganlardan qiling. Va waghnini bi fadlika amman siwak. Bizlarni behojat qilgin bundan boshqalarga. Harom bor, shubhali narsalar bor, birovni haqqi bor. Demak, halol bizlarni to'ydiradigan va boshqalarning mulklariga ko'zimizni olaytirmaydigan va halol bizlarni kifoyachimiz qilgin degan duo. Shu duoni qilib yuraylik. Alloh taoloni o'zi yaxshilik beradi. Shuning uchun bugun qaysi holatda turgan bo'lsak, Alloh taoloni o'zi biz sizga yaxshilik beryapti. Duoda har birimiz bardavom bo'lib, yaxshilik va in'om va fazilatda har birimiz inshaalloh harakatda bo'lib, qo'ldan kelgancha ibodat va duolarda Robbim hammalarimizni sobit bo'lmog'imizni Robbim nasib aylasin. Suhbatimiz oxirida bugun atrof muhitni toza saqlash hamda obodonlashtirish haqida so'z yuritamiz. Dar haqiqat dinimiz atrof muhitni toza saqlash, obodonlashtirish, hatto payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda hadislarda qiyomat qoyim bo'lib turgan bo'lsa-da, qo'llaringizda bir nihol bo'lsa, ya'ni o'tkazishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'tkazinglar. Ya'ni hozir savol tug'iladi. Men hozir daraxt o'tkazsam, u qachon meva beradi? Uni kim yeydi? U nima bo'ladi? Ey birodar, Rasululloh aytayaptilar, qiyomat qoyim bo'layotgan bo'lsa ham qo'lingda daraxt turgan bo'lsa, o'shani o'tkaz, o'sha niholni o'tkaz dedilar. Shuning uchun bugungi kunda atrof muhitni tozalash, obodonlashtirish, bugun kuz xazon rezgilar vaqti, inshaalloh qanaqangidir bugun daraxtlarni ekib qo'yadigan vaqtlari bor. Alloh taoloning fazli ila mana shu narsaga o'z hissamizni qo'shmoqimiz, qabristonlar, mahallalar, xonadonlar, ota-onalarimizni xonadonlari, yetim, kam ta'minlanganlar, muhtojlarni xonadonlarini bir obod qilishlik, ularni holidan bir xabar olishlikka ham biz hammamiz o'z hissamizni qo'shmoqligimiz va shuningdek inshaalloh masjidlar ham qishki vaqtga o'tyapti. Qishki narsalarni tayyorlash kerak, bir joyni to'sish kerak yoki boshqa masalalar bor. Mana shu joylarga yordam berishlikni inshaalloh hammamiz o'z bo'yinlarimizga olib, fazilat ila, barakot ila qo'ldan kelgancha harakat va xizmatda bardavom bo'lishliklarimiz kerak inshaalloh. Siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimiz borlar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni, duolarini ijobat aylasin. Urgutdan, Samarqanddan, Qo'qondan, Xorazm, Qoraqalpog'istondan kelgan mehmonlarimiz borlar. Alloh taolo ularning qadamlariga hasanot bersin. Ne'mat aka mushkullarini oson bo'lishliklari uchun siz aziz jamoatdan duo talablar. Ravshan aka kamol elektrik ekanlar. Alloh taolo yaxshilik bersin. Boli Hoji bobo Samarqanddan birodarlari Bahodir, Jaloliddin, Ramazon akalar haqlariga duo talablar. Alloh duolarini ijobat aylasin. Hurmat opa shifo talab, Habib aka shifo talab, G'ulom aka farzandlari haqlariga duo talablar. Ilhomjon, Aziz,
siz aziz jamoatdan duo talablar. Tolibjon, siz aziz jamoatdan duo talablar. Mavluda opa, Hoji Bafo, Suhrob, Laziz, Amirbek, siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni, duolarini ijobat aylasin. Masjidda obuna oyligi boshlangan va inshaalloh ovoz kuchaytirgichlarni yangilashlik arafasida turibmiz. Kim ihson qilmoqchi bo'lsa, qishga tayyorgarlik masjidda boshlanadi. Alloh taoloni o'zi ihson qiladigan birodarlarimizni ihsonlarini qabul aylasin. Ularni qancha pul bo'lishligini oldingi juma amr ma'ruflarda aytganmiz. Kattaroq pul bo'lyapti. Inshaalloh hammamiz qo'ldan kelgancha yordam berib, inshaalloh masjidning obodligi uchun, da'vat uchun, tozalik uchun va inshaalloh masjidlar Alloh taoloning shiorlari, uylari, shularni obod qilishlikka hammalarimiz qo'ldan kelgancha xizmat qilmoqimizni Robbim nasib aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya rahmanir